Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bizda yana bir Gentra avtomobili sotuvga qo'yildi. Ko'rib turganingizdek, rangi qora, 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Hop, kraskasiga keladigan bo'lsak, kraskasi deyarli toza, mana kapoti ozgina asbestos qilingan ekan. Mana kapotida lak urilgan ekan. Hop, balonlar ideal holatda, 4 ta balon. Salonga keladigan bo'lsak, o'lik chexollar, kovriklar qo'yilgan. Mers rul. Hop, kilometrini realni ko'rsatamiz, xudo xolasa. 77.576 kilometr masofa bosgan. Mashina minishga tayyor, hech qanday chiqimi yo'q. Salonlardan ko'rishingiz mumkin, chexollar hammasi ideal holatda. Mingani, foydalangani tayyor mashina. Shaxsan o'zim minib haydab ko'rdim. Yurishida muammo yo'q. Ortiqcha ovozlar, shum yo'q. Shovqin yo'q. Mexanik korobka. Magnitoralar bor. Kimgadir shunaqangi holatdagi 2015-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobili kerak bo'lsa, sotib olib, minib foydalanaman deb yurgan aka-ukalar bo'lsa, raqam qoldiramiz, aloqaga chiqib bemalol savdolashib xarid qilishingiz mumkin. $8,000 narx qo'yildi. Albatta kelishilgan narxlarda sotiladi.